Qayerdan boshlaysiz? Assalomu alaykum hurmatli qo'yish qog'ozlari bozor olami kanali muxlislari. Bugun xudo xolasa payshanba 19-mart 2026-yil. Zahiriddin jon ukamiz yangi partiya qo'ylari kelibdi. To'qli 2 tish, 4 tish sog'liqlarimiz. Xudo xolasa yosh mana ko'rinib turibdi o'zi, hammasi yosh sog'liqlar. Shular syomka qilib beramiz. Boqma qo'chqorlarimiz ham bor. 2 partiya ozgina, sozgina, sifatli qo'ylar kelgan. Qo'chqor va sog'liqlar shular syomka qilib beramiz aka. Like bosib turasizlar. Pullari o'ta yengil aka. Olib maza qilib qo'yib oling. Sog'liq qilib qo'y ko'paytiraman degan akalarga men sog'liqlarni tavsiya qilaman. Surxondaryoniki aka Zahiriddin. Assalomu alaykum, xo'jak charchamayapsiz. Sog'liq yaxshimi? Ishlar yaxshimi aka? Surxondaryo. Surxondaryo Sherobodni qo'y ho'jak aka. Surxondaryo Sherobodniki, ha? 26 bosh. 26 bosh. Bu yosh ekan bular, ha? Ho'jak aka oldi teshar, bitta tish pas qo'y bor. Shibasi qancha endi u? U ham 8 yashar ho'jak aka, tish qaytargan. Yo'q. Xohlasa ochib ko'rsatamiz. O, ko'kmi? Ha, shu ko'k qo'y. Qolgan hammasi 2 tish, 4 tish, uzoq 6 tish ho'jak aka. Oshi borsa 6 tish. Ha, 26 bosh olibsiz son. 26 ta sog'liq bor ekan, 2 tish, 4 tish. 6 tish sog'liqlar oldi qorin tashlab qo'ygan akalar. Endi ja ko'nglingiz bo'lmasa qo'chqor qo'shib olasiz akalar. Bular ertangi tuqqan qo'ylar ekanda, ha? Shuna qo'chqor yurgan 100% garantiyasi bor ho'jak aka, qo'chqor yurgan ichiga. Qo'chqor yurgan. Endi akalar 100% bo'g'ozda ish noto'g'ri. Kelib qo'y nima deydi, qo'chqor qo'shib oladi. Qo'chqor yurgan garantiya beramiz ho'jak aka. Ha, qo'chqor qo'shsangiz o'zi bilinadi, qochmagan sirazi bilinadi-yu. Qo'ylar katta qo'y hammasi. Bitta mana shu ko'k qo'yimiz 8 tishmi? Ha, mana shu. Mana u ko'k qo'y. Qaysi? Bu mana. Manavmi? Mana shu. Ha, mana bu. Mana shu qo'yimiz. Qo'ylar zo'r, xudo xolasa tishlari ham yosh qo'y bor. Shu qo'yimiz ko'kish. Ho'jak aka 8 tish ekan. tishlari. Qo'ylar tishlari ho'jak aka. 4 tishdan 6 tishga o'tyapti ekan. Ular bilinib qolibdi yerlar. Nuqsoni yo'q, ha? Hech qanaqa nuqsoni yo'q. Yeb ichishga bir hafta garantiyasi bor. Ha. Bo'g'ozligiga ho'jak aka 100% qo'chqor yurgan. Agar tug'masa, net qilmasa ho'jak aka kelishadi, ona bola qo'yga almashtirib beramiz. Shu sharti bilan. Ha, shu sharti bilan. Shunaqa. Mana akalar nabz beryapti. Tug'madi, mehnatimga kuydim degan gap bo'lmaydi aka. Xudo xolasa. Nima deymiz bular narxini? Zahiriddin yengil qilib bering, bayram arafasi yengil soting. Endi ho'jak aka dollarga qo'shitmaymiz, bilasiz. Masalan $1000, $800, $1,500, $1,500 yo'q. Yaqinlashtirib bo'ladigan qilib aytamiz. Endi baho ham qo'ymayman, 6 million 700 mingdan qilib beramiz. 67 dan. 6 million 700 ming so'mdan. 6 million 700 ming so'mdan akalar bir joyga qayergacha dastavka qilib berasiz? O'zbekiston bo'ylab hammasini olishsa. O'zbekiston bo'ylab hammasini olsa. Bitta kelishilgan holda. Bitta ikkitaga kelishadigan joyi bor, ha? Shu yana o'tadigan joyi bormi yo bo'ladigan narxini aytdingiz? Ho'jak aka o'tib beraman, telefon qilishaversin. Qancha o'tib berasiz? Chiroyli o'tib beramiz. Endi 50 ming 100 ming emas, ko'proq o'tib beramiz. Mana bo'ladigan narx qilib aytsak, mana Samarqandga dastavka qilib beramiz. 6,5 million hammasini olganga. 6,5 dan, ha? Hammasini 6,5 million qilib beramiz. 6,5 milliondan bo'ladigan. Yosh qo'ylar birinchi navbatda ho'jak aka, birinchi sorti toza qo'ylardi, eng birinchi navbatda toza hisori qo'ylar. Ikkinchi qo'ylar hammasi tishi yosh. Kelib bironta mutaxassisni ko'rib bilib olishaveradi. Ha, qo'yga tushunadigan odamlar, yangi qiziqqanlar bo'lsa. Bo'g'ozligi ham aytyapti ho'jak aka, garantiyasi bor, xudo xolasa bexijolat. Mana shular to'g'ri shekilli mana shu kashlaringiz, ha? Ha, tish buzmagan to'g'ri. Mana ular 2 tish qo'y, mana kashta bu kashtalar. Mana 2 tishlar bor. O'zi yuzdan aytib turibdi-da, qo'ylar. Mana shu zo'r qo'y ekan mana shu. Yana shunaqa tanlab olsa qanchadan berasiz 2 tishdan mana shular to'g'rilarni? Ho'jak aka kamida 4 ta 5 ta tanlovga 7 milliondan qilib beraman. U 7,5-8 million yo'q. 7 millionni kelishsa tanlab olishaversin shunda. 7 milliondan, ha? Qo'ylar holatini o'zingiz ko'ryapsiz ho'jak aka, xolis gapiravering. Bo'ychan zo'r qo'ylar emas. Hozir tushdi-da bular akalar. Hozir. O'zingiz ham ko'rdingiz mashina chiqib ketgan. Hech qanaqa qashaqga bir suvni ichgan yo'q, bir charchoq chiqqani yo'q bu qo'ylar. Charchoq bo'shunachalik solush. Hammasi tikka dumba, qarang, osilgan dumba qo'y yo'q. Bolalari ham xudo xolasa zo'r. Yaxshi bola beradi xudo xolasa. Xolasa. Qo'chqor ham yaxshi qo'chqor yurgan ekan. Juda o'sha gap. Qo'yingiz bo'lmasa, qo'yib yurgan uyda qo'chqor bo'ladi. Bitta qo'ysangiz 1 soatda bildiradi aka. Renginda qo'chqor ularga rengini vazifasini bajaradi. Qochmagani bo'lsa qochadi. Xullas 6,5 milliondan Samarqandgacha yetkazib berilar ekan. Aloqaga chiqasiz, soni 26 ta. Tanlashingizga qarab kelishadigan yana joyi bor. Hamma optimal olmaydi, bitta ikkita oladiganlar ham aloqaga chiqaverasiz. Hammasi sog'liqlar mana Surxondaryo, Sherobod. G'aytni bosib qo'yasizlar. Qo'chqorlarimiz bor ekan, keyingi partiyalarga akalar mana 2 partiya qo'chqor bor. Semiz ekan, jonivorlar, ha. Bugun erta hayitlikka olaman deganlar bo'lsa, sirazi yuziga yetkazib olib beriladi akalar. Nechta bu Zahiriddin? Ho'jak aka bu 16 ta aka. Bu 16 bosh. Bunisi-chi mana bu? Bular 12 ta. 2 4 6 8 12 ta ekan, ha. 12 ta bunisi. Tish buzmagan, ha bular, ama? Tish buzmagan, hammasi qo'zi. Hammasi qo'zi. Bu qayerdagi bular?
hammasi o'zimizni Qashqadaryo G'uzorda qo'ylar aka. Bu G'uzorda ekan. Qashqadaryo G'uzorda qo'chqorlar ekan akalar mana. Hammasi sog'lom, diki yemini yeb turgan. Bular yem ekan. Yemlasangiz bo'ladigan yem boplar. Nagilar so'ychizdan bo'laveradi. Boqma ekan, nima bo'lib bularningiz, ha? 16 bosh hoji aka hammasi boqma bular. 16 bosh bor. Bo'ylari butun akalar endi turgan. 80-85 atrofida, 1-2 sm baland past bo'lishi mumkin. Primerni 80-85 atrofida. Xudo xolasa bir oy ag'bag'ida tish buzib yuboradigan variantlar. Qancha qilib berasiz mana shuni? Hoji aka Oyoq qo'l uzun ekan, ha? Aytaylik 5,5 milliondan qilib beramiz. Ozgina xayr barakasiga o'tib beramiz. 5,5 milliondan. 5,5 milliondan o'tib beramiz. 5 million 500 ming so'mdan akalar xayriga. Trivazni ham 65 plyus hoji aka 65 kilo tepasida. 60 ag'bag'ida chiqadi. 16 bosh, ichida 2 dona to'g'ri soliqchasi bor hoji aka. O'zining ichida yurgan. Buni ichida-ya? Ha, 2 dona to'g'ri soliqchasi bor mana. Bittasi mana kashtan. Ko'rsatib qo'yavering. Mana chekadagi. Ha, ana shu qo'y. Bular qanchadan to'g'rilari, sovlilar? To'g'ri soliqchilarni 5 milliondan qilib beramiz hoji aka bo'lishi. 48 dan bo'lmaydimi? Yo'q, unga kam. Kelasi? 5 million so'mdan shu vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. 5 million so'mdan vodiy bo'ylab dastavka qilib berasiz. Shunaqa. Qo'chqorlarni 5,5 million o'tib berasiz. Qo'chqorlardagi 5,5 milliondan xayr barakasiga o'tib beramiz. Telefon qilishursin, hammasini berasiz, olisini ha? kelishtirib beraman. Aytganingiz bo'lmaydi-yu. Bularga nisbatan xiyol eti butunroqlari bular. Bular semiz ekanlar o'zi bular. Semizroq. Semizroq variantlar ekan. Dumbalardan hozir bugun erta o'sha ehsoni bor akalarimizga tavsiya qilinadi 12 dona ekan. Boquvchiga ham tushadi. Endi so'yaman deganlarga ham go'shog'iga ham to'g'ri keladigan narx aytasizda ularga. Albatta hoji aka 40 kilo plus minus. Qancha narxi? Hoji aka hammasini unga 5 million 800 mingdan qilib beraman. 58 dan. 58 dan 5 dan o'tib ham beraman. Yo unga kam qo'la hoji aka go'shiga nisbatan ham yaxshi xudo xolasa. Telefon qilishaversin, o'tib beraman arzon qilib xudo xolasa. Qo'ylar sorti ham yaxshi, eti ham zo'r. Qo'ylar tikka ekan dumbalarni qarang, mana qarang. Voy mashalloh. Yem yeb turgan qo'ylar ekanda bularni. 35 kilo tepasida, eng pasti ham. 35 kilodan oshib chiqadi go'shi. Baraka topadigan xudo xolasa. Qancha 56 dan bo'ladimi? Hoji aka bitta narx aytaman, chiroyli qilib. Hammasini olsa 57 dan dastavka qilib beraman. Vodiy Qisqa boqaman, kamroq, menga tez semiradigan qo'y kerak desa, mana shu qo'yni olishsin. Uzoqroq boqaman, bular xiyol bo'ycharoq, lekin eti kamroq bo'ladi. Eti kamroq ekan. Bular bo'yi uzun ekan haqiqatan. Shunaqa. Bo'yiga ham, uzunligiga ham farqi bor. Kep jivoy ko'rsangiz. Uzoqroq boqaman deganga buni tavsiya qilamiz. Yo'q, qisqa boqaman, qurbonlikka tayyor bo'lsin qo'yim desa, bu partiyani olishaversin. Bular ham qurbonlikka tayyor bo'lib ketadi. Bemalol tayyor bular, o'z eti bor, endi bular daqa emas. Xohlasangiz buni 5,5 milliondan buni kami bor akalar. Buni 57 dan qilib berishar ekan. Aytgani bo'lmaydi zahridan. Kelib o'tib beramiz hoji aka, telefon qilishaversin, real olaman deyishsa, shu. Xudo xolasa hech kimni qo'rq qaytarmaganmiz, o'zingiz bilasiz. Kelib ko'rish kerak, ustida savdolasangiz o'tib beriladi akalar. Endi uzoqdagi ishdagi akalarimiz bo'lsa, kelmasangiz ham примерно kilosini bo'yini aytib turib savdolashib olsangiz bo'lardi. Hamma shunaqa qilyapti. Qo'chqor, xolasangiz qo'chqor, mana ikki partiya xolasangiz sog'liqlar. Jonivorlar juda xo'ra ekan bular, buni qarang. Sog'liqlarni lekin tavsiya qilaman, oling aka, xudo xolasa. Tug'ib bersa aka sizga foydada. Qo'ydan hech kim ziyon qilmagan. Qo'y baraka. Pastda raqamlarni qoldirganmiz, bayramni yaxshi o'tkazinglar. Kilogrammlar zahridan aytayaptiki, aka bayramga o'tib beraman. Yengil sotaman, ketaman deyishyapti. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar.